yana sizlar bilan mana uzoq tanaffusdan keyin tanaffusda ozgina montajda montajda biz syomkani boshlayotganmiz. Yana reaktor loyihasi va Farruh Sharipov, Bekmirza Rashidov birga sizlar bilan bugun nima ko'ramiz? Qimorvoz temasi qanchalik? Qimorvoz. Aman nima dedim? Qimorvoz dedi. Q-I-7. Qimornimi? Qimor nima? Qimor bor, qimor so'zi yo'q. Qimor bor. Lekin televizorda qimor yozishadi shu. Qimormi? Ha, qimor. Televizion odamman-da. Apasning tema emasmi? Nimaga qimorvozlik yo'qmi? Yaxshimi? Yo'q, normalni. Xo'p, biz qidirib YouTubedan bitta novella topib oldik. Nomi Qimorvoz kelin ekan, qimorboz. Mimor uzr, ozgina kechiktirib chiqardik. O'tgan oy, bu oy hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir o'zida 84 ta seriya olamiz. U yog'ini уже montajlab parod qiladi. Shuning uchun kechikib qolsak, mabodo biz aybdor emasmiz. Ma'voshi buni pirchon. Oh god. To'xta. Qani qo'ling, so'ra olma. Qo'ling mana bu tomon. Ha, mana. Qani bilish. Bundoqchi. Gap yo'q, bugun zo'r o'ynading. Sen kimdandir nimanidir o'rganyapsan-da. Men diqqat bilan kuzatishni va oqimni sezishni o'rganyapman. Ukam, anaqa ajdarho jangisi bo'lib turibdi. Sen aybingni aytaymi? Men sening aybimni so'radimmi? E'tiboring uchun bu o'yin. Logichni. Men mana shunaqa hayotni yaxshi ko'raman bilasizmi? Kim Suraji. Nima chiqdingiz orqasidan? Nega chiqding? Qarz berib tur. Keyingi o'yinda qaytaraman. Uyingda pul qolmagan bo'lsa qanaqa qilib qaytarasan? Bu yolg'onni-chi boshqasiga aytasan. Damini olsan, qarzi yo'q. Damini olgan. Zarif opaga baribir aytarganman-da. Problema zo'r, ha? Qachon qaytarasan? Keyingi o'yinda qaytaraman. Opush keyingi o'yinga bog'lantirlar shu. Yur. Marhamat. Kirmasdan aytib beravering. Ha, oyi. Yana tillalaringizga mahliyo bo'lib o'tiribsizmi? Agar meni qizim qimor o'ynab yurgan bo'lganda men har kuni tillalarimni sanardim lekin. Конечно, opam barcha biladilar buni. Qarab o'tirman, просто qarab o'tirman. 7. Mehmonxonani yo'q-buyog'iga qarab qo'y. Oyi, shu gapingizni birorta restoranda qilsangiz bo'lmaydimi? Bu safar gapdagi dugonalarim kelmaydi. Xavotirlanma. Unda kim keladi? Mana bularni taqib kirasan. Xatoyu. Ha, sovchi. Uzi sotorsan. Pullarni olib ketganingizga bir hafta bo'ldi, Go'zalxon. Uzi tikyor. Pulini hali berganingiz yo'q. Arzimagan pul uchun havalashib yurmaylik. Indamay pulini olib kelib bering-da. Opa, pulni olib ketdan. Nega taxton qilyapman? Psixolog muzikasi. Yo'q-e. Gap shundan boshlandi. Uzr, asabiylashib, sizni xafa qilib qo'ydim. Hijolat bo'lma. Hammasi joyida. Manzilni tushuntiraymi? Yo'q, yaxshi. Vaqtni tashlab bering. O'shanga qarab topib qo'yaman. Raqamingiz bor, hozir tashlab qo'yaman. Qarang. Hali raqamingiz Sizga qattiq gapirib yubordim. Mayli, kelavering. Prosta bo'l tashab qo'yaman, siz o'ylang. Taqdimi? Oyi, shularni taqishim shartmi? Tikyoring. Sovchilar tillaga emas, menga kelishadi-ku. Siz Senga tillamasiz. tillaganmi? Nima farqi bor? Kimsan? Zarifa tillachini qizisan. Ha, tillachi ekanlar, opa. Qimorvoz qizi Ray deb Jannatda yashirganlar. Qimorvoz uchun eng zo'r условия otonga Risk. Qo'y, prosta xo'rladi risk. Juda cheksiz. bu anida qaysidir qimorvoz adasi nardachi. Odamlar nima deydi? Odamlar nima deydi? Bu o'yinga taqadigan emasmi bu? Ana, bu boshqa gap. Taqmadilar-yu. Nimasi boshqa? Voy! Katlarni kati. Katlar. Qarang. Taqdilar. Hali yo'q. Men undan qarab Boshqa gap deb nima yetdilar? Bu boshqa gap. Taxmin turibdilar. Bu yoqda Nimasi boshqa gap? tezligiga-da, shu ana. Ana bu tezli qara. Qizim, o'yinda shunaqa yutasan. Achavat mahalladagi qizlarga o'xshab qoldim. Xursand bo'lib shukur qilib taqib yurmaydimi? Lekin telefonlar hech bermayapti-da shu anaqa tillachi. O'zi aniq shu uymi? Ha. Mana bunaqa to'xtab olgandan keyin уже Naviska qarab. Salonni oldinroq olib kirishdan oldin men bu yerga garajga, ko'chadagi garajga olib kirishdan oldin o'ylab kerak. ana уже mana bunaqa odam bilan turganda darvozaga olib, mana shu uyimiz. Unaqada. Yevro nimaga stol bilan shlanka olib qo'yishmagan? Ozgina yerinishmabdi. ozgina. 2 marta gol urib, buyna. Shu uy aniq oyi. Rosa boyga o'xshaydi-ku. O'g'lim men aytgan qiz tanlagin, lekin hech ham shu uyga, shu qizga ko'nglim chopmayapti-da. Qimorvoz bo'lsa nima qilamiz? Endi bundan buyon shunaqa desalar bo'ladi, opa. Ko'nglingiz chopmaydi.
uyiga ahamiyat bermay, qizi yaxshi. Ona bolaga Yaxshi deysanmi? Hali qizi yaxshi yomonligini ham bilmaysanmi? Bu kishiga o'xshashyapti. Kim qizi yaxshi deb aytsa, opani gapirayotgan gaplar. Qarada. Qizi yaxshi. Yaxshi deysanmi? Hali qizi yaxshi yomonligini ham bilmaysanmi? Bilaman u. What the Yetib turman, yaxshi yetib turman. Yaxshi deysanmi? Hali ko'rmay turib yaxshi deyapsanmi? Desada boshqa gap edi. Yo'q, mana qizini yaxshi deyishdi deganda ham, ha deyishdi, hali bilmaysanmi? Opada boshqacha bo'lish kerak edi. Yaxshi deysam, hali qizi yaxshi yomonligini ham bilasanmi? Ha, ilish. Bilasanmi bo'lish kerak edi. Bilmaysanmi bo'pti deb. Yo'qmi, yo'q. Hozir bashitda bo'lganda orqaga qaradi, rulda o'tirgan bo'lganda. Tomish ketgan. Yo'q, gaplashyapmiz yo'q. Hozir mana shu kalla bilan so'chlikka kiryapsiz. Tayyormisiz, ishoning. Aytdim-ku, ota-onasi ajrashgan. Onasi tillachi, qizi onasiga yordam berib yuradi. Men diqqat bilan kuzatishni va oxirini sezishni o'rganyapman. Sen ota-onasi ajrashganini aytmading-ku. Qo'y bolam, bunaqa oiladan qo'rqaman. Qo'y bolam. Tillachi ayollarni-chi, ba'zilarini